Odamlar eng xavfsiz bazalarni Minecraftda qurishadi. Ammo ularning hammasi ham bunday emas. Yaxshi, bugun men eng xavfsiz bazani quraman. Yo xudoyim, bular eng katta tonnali himoya yo'llari va ilojsiz ichlari. Chunki mening do'stlarim u tuzoqlardan o'tishadi. Yaxshi, meni birinchi qiladigan ishim 5 soat yangi bazani qurish va uni xavfsizligiga ishonch hosil qilish. Bu juda ham qiyin challenge bo'lardi. Shuning uchun men uni bir nechta himoya yo'llari bilan qoplayman. Birinchisiga kaktus. Sezayotganingizdek, himoya qanchalar tepaga ko'tarilib borsa, biz shunchalar qiyin ishlashimizga to'g'ri keladi. Hali siz aqldan ozadigan narsalar juda ham ko'p va u yerda TNT mashinasi ham bor. Xo'sh, himoyada kaktus. To'g'ri, u unchalik samarali emas, lekin u biroz zarar yetkaza oladi. Va biz keyingi oson qatlamga o'tamiz. Kristal. Bu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin u o'yinchini. Yaxshi, demak endi nima qilishimizni aniq bilamiz. Xo'sh. Va men yana bu yerni qiyroq bo'lishi uchun u yerni magma blokdan qilaman. Ha!